Bugün 21 iyul 2026 yıl. Boshqaruvda gap ko'p ko'rsatuvimizning 7-qismi. Shvetsiya va O'zbekiston misolida. Qayg'usi O'zbekiston, da'vosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Jonlimsizlar? Xo'sh, mavzuga qaytsak. Nega boshqaruvda gap ko'p mavzusiga qayta qaytishga, kengroq miqyosda taqqoslashga ahamiyat berayotgan sababi vatandoshlarimizni katta qismi dunyo mamlakatlari qanday rivojlanganligini yaqqolroq tasavvur qilmoqlari uchun ham bizning og'iz ko'pirtirib maqtalayotgan hukumatimiz O'zbekiston xalqini qanday holga olib kelganligini yaxshiroq anglasin degan maqsadda bu mavzu borasida ko'proq va kengroq ma'lumot bermoqqa, to'xtalmoqqa to'g'ri kelmoqda. Avvalo, jahondagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'rnimiz bilishimiz, jilla qursa tasavvur qilishimiz kerak. Shunda rejim yaloqlarining, moddohlarining, trollarining piarlariga laqqa tushavermaymiz. Shvetsiya monarxiya davlati. Mamlakat parlament boshqaruvi asosida yuritiladi. O'rta ta'lim jahon standartlari darajasida. Shvetsiya fuqarolari uchun barcha universitetlarda talabalar davlat hisobidan tekin o'qitiladi. Stipendiya bilan ta'minlanadi. Aholisi 10,600,000 kishi. Aholi jon boshiga yillik daromadi $57,000. Dunyoda 15-o'rinda. Bu bizning pulga 684 million so'm degani. Bizda aholi jon boshiga $4,600. Dunyoda 134-o'rindamiz. Shvetsiya 15-o'rinda, O'zbekiston 134-o'rinda. 15-o'rin qayda-yu, 16-o'rin qayda? Bu bizlar Shvetsiya fuqarolariga nisbatan 13 barobar kam daromad qilamiz degani. Yanada aniqroq qilib aytsak, 13 barobar kambag'almiz degani. Bizning shunchalar tabiiy boyliklarimiz, unumdor tuprog'imiz, yilning 4 fasli ham yashash va ishlashga qulay sharoitimiz, mehnatkash xalqimiz bo'lishiga qaramasdan, nega xalqimiz shunchalar haqsiz, huquqsiz, o'z yurtidan, o'z oilalaridan uzoqda, chet ellarda mardikor? Nega shunchalar ishsizlik? Sababi
boshqaruvning yaroqsizligi, prezidentlik boshqaruvi rejimining korrupsiyasiz, talonsiz, byudjetni o'marishsiz yashay olmasligida, bu rejimni nazorat qiladigan mexanizmlarning samarasizligida. Shunday ekan, biz nimamizga maqtanamiz? Axir mamlakatning biror sohasiga tirnoqcha foyda keltirmaydigan piarlar, shov-shuvlar qaytanga mamlakatni shu holga tushirganlardan, davlatni cho'ktirganlardan uyalishlari kerak emasmi? Uyat qayda, oriyat qayda? Bu yolg'onlarni, o'g'irliklarni, o'marishlarni ko'rgan, bilgan chet ellik sarmoyadorlar O'zbekistonga investitsiya olib keladimi? O'z xalqi nasibasini o'g'irlashdan, o'z davlati byudjetini o'marishdan tap tortmaganlarga hech bir chet ellik sarmoyasini ishonmaydi. Yaxshi niyatda shartnomalar tuzaverishlari mumkin, lekin bu ularga investitsiya kiritishi majburiyatini yuklamaydi. Mana shunaqa gaplar Shvetsiya, Finlandiya va Norvegiya mamlakatlari rahbarlarining chet mamlakatlar banklariga o'g'irlab pullarini o'tkazibdi degan biror gapni eshitganmisiz? Masalan, men hali shu paytgacha eshitganim yo'q. Chunki ularda partiyalar bo'yicha ham, ishlab chiqarish va bank sohasida ham teng raqobat mavjud. Teng raqobat bo'lgan joyda iste'dodlilar har sohada yetishib chiqaveradi. Qonunlari biznikiga o'xshab qog'ozda emas, amalda ishlaydi. Sotsial, ya'ni ijtimoiy adolat yo'lga qo'yilgan. Mamlakatning daromadi ijtimoiy asosda taqsimlanadi. Bizdachi avval o'zim bo'lsam deydi. Qayga qarama o'g'rilik, qayga qarama o'marish, qayga qarama talon, vaziridan tortib hokimigacha. Mansablar sotilgach va sotib olingach, dunyoda 134-o'rinda bo'lmay, Shvetsiya kabi 15-o'rinda bo'larmidik? Bu to'ymaslarni hech to'ydirib bo'lmas ekan-da. Bugunga shular to'rtlik. Tinglasang yig'latar ertaklaring bor. Filni toliqtirar emgaklaring bor. Sahardan to'xton boqsang to'ymagay, qorni qozondayin erkaklaring bor. Ko'rishguncha xayr.